deyishadi. Ertaroq turmushga chiqsang ersiragan deyishadi. Kechroq turmushga chiqsang o'tirib qolgan deyishadi. O'zingdan yosh kattaroqqa turmushga chiqsang cholga tegibdi deyishadi. Kichkinaga turmushga chiqsang yosh bilan boshini aylantirib tegib olgan deyishadi. Tengdoshingga turmushga chiqsang er-xotin yoshida farq bo'lishi kerak deyishadi. To'ydan keyin Alloh farzand bersa, zo'rg'a turgan ekanda deyishadi. Alloh farzand nasib etmasa, bu tug'mas ekan deyishadi. Sodda kiyinib yursang, hijob ichida ijod deyishadi. Birinchi xotin bo'lsang, buni erini aniq ikkinchi xotini bor deyishadi. Ikkinchi xotin bo'lsang, birovni baxtini o'g'irlab olgan deyishadi. Internetdan foydalansang, eri dayus ekan deyishadi. Agar foydalanmasang, zamondan orqada qolgan, ongi past deyishadi. Bir nimadan xafa bo'lsang, noshukur deyishadi. Xursand bo'lsang, kamroq xursand bo'l, baxtni yashirish kerak, ko'z tegadi deyishadi. Sharoiting oddiy bo'lsa, nochor deyishadi. O'zingga to'q bo'lsang, poraxo'r deyishadi. Insonlar doimo nimadir deydi.